Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, o'quvchilar, butun O'zbekiston ahli. Bugun Poke English School'da juda umidli, quvonarli kun, chunki mana shu 9 va 10 yoshli 3 va 4 sinf o'quvchilarimiz Poke English School'da Pazdarg'om tumanida birinchi marta bo'lib o'tayotgan Edu-Tour loyihasida ishtirok etyapti. Ya'ni 13 va 14 dekabr kunlari Kamboja mamlakatida bo'lib o'tadigan xalqaro matematika olimpiadasida butun bu yoshlarimiz o'zlarining bilimlarini butun 22 ta mamlakatdan kelgan yoshlar bilan bellashish istagida va bizni Edu-Tour loyihamizda kuzatishda davom eting va biz sizga Malayziya va Kambojadan yangiliklarni yetkazib turamiz. Hammamizga omad va bir haftadan keyin biz yangiliklar bilan qaytamiz. Men Baliqulov Chatur 3-sinf Oxford o'quvchisiman. Hello, my name is Jonibek. I study at Poke English School. We are going to Cambodia for International Olympiads. Ota-onamizning ishonchini oqlashga harakat qilamiz. Biz Kamboja Respublikasiga yo'l oldik. O'zbekiston bayrog'ini yuqorilarga ko'tarishga harakat qilamiz. Ustozlarimiz bergan bilimlarni zo'r qilib namoyon qilib berishga harakat qilamiz. Wish us right away. Thank you. Poke English School'da butun dunyoga tanitaman. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kuzatuvchilar. Bu olimpiadada nafaqat meni nabiram, mana shu borayotgan 4 aylar o'g'lonlar nufuzli o'rinlarda olib O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarib eng katta yutuqlarga erib kelishini tilayman. Keludi. Xudoga beqasam shukr, bilimni olyapti. Yutuqlar juda ham ko'p. 2 televizor, 2 tarbiya soat, 6 million voucher yutuqlari bor. Viloyatlarda o'z o'rinlarini olib keldi. Xudoga shukr. Bari Xudoning nasib qilgani bor ekan, chet ellarga borib ketyapti. Ustozlarga kuch-quvvat, matonat bersin. Shunday o'qitgan o'qituvchilarga mingdan-ming rahmat. Prezidentimiz aytgan, muhtaram prezidentimiz, kelajak O'zbekiston kelajagimiz degan, yoshlarimiz degan, O'zbekiston yoshlari.